Toq etib o'g'ilni oldiga qo'ydi. O'g'il aytayapti: "Ey ona, bizni uyda beshikda yotadigan chaqaloq yo'q-ku. Bu beshikni nimaga hojati borsa, ey bolam" debdi. Bir paytlar mana shu beshikda yotarding. Oyoq qo'llaringni bog'lab qo'yardim. Hatto sen yuzingga qo'ngan pashshani uchirishga qudrating yo'q edi, quvvating yo'q edi. Kish deb uchira olmas eding. Men senga mana shu beshikda yotganingda qorni to'ydimikin, och qolmadimikin deb kechasilari, kunduzilari ko'ksimni berib emizardim. Beshikdan olganda tagingni tozalab, iriganmasdan, jirkanmasdan, qo'limga maska taqmasdan, og'zimga maska taqmasdan, pampers, ya'ni qo'lqop taqmasdan shu axlatlaringni tozalardim. Seni yesang xursand bo'lardim, yugursang yugurardim, yiqilsang yiqilardim. Men senga shu xizmatlarni qilayotgan paytimda mana bu ayoling qayerda edi? Qayerda edi? Menga kelib qarashgan